Короче, men ajrashmoqchiman. Bu harom oila bilan bekor uylanganimni afsustaman. Xullas o'shani. Xonanda Jasur Umirov oilaviy kelishmovchilik vaqtida ayoliga nisbatan haqoratli so'zlar ishlatgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Videoda u ayolining namanganlik ekanini ta'kidlab, Namangan aholisini haqorat qilgan deb hisoblashmoqda. Tarqagan harom, chort namanganlik musorlar bilan. Mazkur holat Namangan aholisi orasida katta norozilik va xafagarchilikka sabab bo'ldi. Bu izohlarda ham yaqqol ko'rinib turibdi. Bo'lgan voqealardan so'ng Jasur Umirov Namangan xalqidan uzr so'rab, video murojaat qildi. Xotinim shu Namanganda tug'ilib o'sganligi uchun shu namanganlik deb xotinimni azgina so'kib yuboribman. U jahli chiqqan paytda bilmasdan bunday so'zlarni aytib yuborgani, aslida esa namanganliklarni hurmat qilishni ta'kidlab o'tdi. Qaynatamni ham juda hurmat qilganim uchun shu Namangandan uylanganman. O'zi asli sizlarni juda yaxshi ko'raman. Qadrli do'stlar, videoni oxirigacha ko'ring va albatta o'z fikringizni izohlarda qoldiring. Kanalimiz rivoji uchun esa obuna bo'lishni unutmang. Bana bugün xalqqa ham aytmoqchiman xullas. Tarqagan harom, chort namanganlik musorlar bilan. Bilmay uylanib qo'yman, men o'zim musor bilan ajrashyapmiz. Musor deganim uchun ustimdan yozar ekan. Bitta yozgani kamlik qilyapti. Bu ajrashyapmiz, bilib qo'yinglar. Xalq yoqmayapti bunaqa ayollar bilan yashash. Sababim 2 kunlarda aytaman. Assalomu alaykum aziz muxlislarim, yaxshimisizlar? Kecha ozgina oilaviy xotinim bilan Mansanga borib, ozgina xunuk ishlab ketdi, ozgina urushib qoldik. Shunga xotinim shu Namanganda tug'ilib o'sganligi uchun shu namanganlik deb xotinimni ozgina so'kib yuboribman. Ba'zi bir o'sha namanganlik aka-ukalarimiz, oshnalarimiz xafa bo'lishibdi, noto'g'ri xayolga borishibdi, lekin noto'g'ri xayolga bormaylar sizlar.